Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 9-mart 2026-yilga holatdagi g'ishtlarimiz mana yuklanyapti. 22 pechatda teshikli g'ishtdan. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ushbu mashinamiz Rishton tumani Uchariqqa ketyapti. Uchariq O'zbegim choyxonasini ro'parasiga, yon atrofiga. Kimga shu atrofdan g'isht kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilini aytamiz, bemalol borib ko'rishlari mumkin. To'kilish jarayonini ham qo'shib video qilib ko'rsatib beramiz. Ichkaridagi holatlarni ko'rsatib beraman. Mana ushbu g'ishtlarimizning ichkaridagi holat, teshik g'ishtlar. Deyarli umuman sanag'i mana chiqmaydi. Bu tomonda ham umuman sanag'i yo'q. Chunki chidamliligi zo'r. Tekshirib, sanab ko'rib turib keyin bu teshikli g'ishtni chiqarishga qaror qabul qilganmiz. Shuning uchun umuman skitkasi bo'lmaydi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana g'ishtlarimizni ikkinchi reysini mana Uchariqqa olib kelib beryapmiz. Xudo xolasa g'ishtlarimiz holatini bemalol ko'rishlari mumkin. Kimga Uchariq atrofidan g'isht kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Manzil O'zbegim oshxonasini yon atrofida 10 ta svetofor bor. Ko'cha shuna yaqinida. Kimga shu atrofdan g'isht kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, 22 pechatda uchta teshigi bor g'ishtlarni ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa sanag'i chiqmaydi, deyarli teshigi bor degani sinib ketadi degani emas. Xudo xolasa 1% ham sanag'i chiqmaydi. Hammasi deyarli butun bo'ladi. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.